Qizim, menga ozgina yordam bering. Menga gapiryapsizmi siz? Ha, iltimos, imkoningiz bo'lsa, menga ozroq yordam qiling. Ha, xola. Nafaqa olmaysizmi? Nafaqa pulimni dorilarga ishlatib qo'ydim. O'shaning uchun ozroq yordam qiling. Shunaqa bahonalar qilishga uyalmaysizlarmi, xola? Ha, bolalaringiz bordir qaraydigan. Bor. Bittagina qizim bor. U ham bo'lsa Turkiyaga ishlashga ketgan. 2 yil bo'ldi. Qaytaman deb hali ham qaytmadi. Iltimos, juda ham qiynalib qoldim, yordam bering. O'zichi sizga o'xshagan ayollar rosa ham ko'payib ketgan. Xafa bo'lmang. Sizga ortiqcha beradigan pulim yo'q. Undan ko'ra boring, do'konim oldidan keting. Kelayotgan klientlarimni ham qochirasiz. Ha, joylayapsanmi? Assalomu alaykum opa, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Tashqarida bitta talanchi ayol turibdi. Chiqib haydab yubor uni. Opa, balki rostdan